Aksiyada qatnashishga olishingiz kerak bo'lgan narsa bittasi mana bu. Quyoshdan issiq suv oladigan narsa 200 litr. Meni uyimda hozir shu kunda 46 gradus turibdi. Titanimga ulangan 400 litr 46 gradus issiq suv. Ha bu hammomdaligi issiq suvga bosh qorong'i bo'lganlar ham 41 gradusda cho'milar ekan. 46 graduslik 400 litr suv. Bu bittasi, keyingisi mana bu haligilar, boilerlar. Adna konturning katyolingiz bo'lsa, ulab qo'yasiz, mazza qilib ishlatasiz. Zapas suv. Mana buni ham ulab olsangiz bo'ladi. 2 zmeykalik bo'lsa. Katyollar endi mana bunisini tavsiya qilganim, sifati zo'r birinchidan. Ikkinchidan mana har bitta rayonlarda, viloyatlarda ham servislar bor. Mana shuni olish kerak, mazza qilib ishlatish kerak. Hoji aka, yana nima endi? Bulardan bittadan oling-da, undan keyin aksiyamizda qatnashing. 35-40 kilolik bitta qo'chqorni hadya qilib yuboraylik. Chiroyligini. Mazza qilasizda, aka. Salomat bo'ling.